deb qo'ygan. Enures necha yosh? 7 yosh. Buni bir ham olib kelgan 5 yoshlarda olib kelganimizda bu shunchaki degandilar. Endi poliklinikada o'tgan yil yozda bir qator unda kamroq edi. Ko'rsatib, hozir endi uxlasa bo'ldi deb qo'yapti. Kechqurun uxlasak deb qo'yapti. Kunduzi ham ba'zida bo'lyapti. Kunduzi ham uxlagandami yo uyg'oq qo'yatdami? Kechqurun bir haftada bir 2 marta bo'layotdi. Hozir bir kecha kunduzda xullas 3-4 marta ham 2 martadan kam bo'lyapti. Tushunadi. Uyg'otamizmi, uyg'otmaymizmi? Uyg'otamiz, turmaydi. Uyqusi qattiq. Uyqusi chuqur. Men ochiq to'setsam, bo'ldi, nima qilyapsiz? Bu kutib o'tiramiz endi deyapti-da o'zi. Asha borib o'tirgisi kelmay, o'tirgan joyida nima qilayotganini deyapti. Turgani yo'q-da, uxlayapti-da. Turmaydi. Sudrab olib boraman. Shu darajada qattiq. Babajon, ishlar yaxshimi? O'tir. Necha kirding? Yoshing so'rayapman, bobo. 5 gami, 4 gami? 7ga. Katta bola bo'lib qolibsiz-ku. Kasallik ekanda biz bilmabmiz o'g'lim. Biz bilmabmiz. Mana endi bilib olib. Bu Enures qachondan beri? Bu bolalikdan. Tushirib olaymi? Unaqa ko'p emas. Tepaga chiqib qol. Uchala bola, 3ta bola, uchalasida ham bo'lgan. Kamida 5, 6, 7 yosh atrofida qolardi. Lekin buniki ko'payyapti. Yo senbas. O't. Aziz. Hozir ko'rib qo'ysa, babasini. Bu qolarmikin. Hadi, lechena olmagansan bu bo'yicha? O'sha poliklinikada chiqqanimizda, shu o'zim necha ayamni fizioterapiya olatsam, shu o'g'lim necha gapirgan nima bo'lsa shunaqa dedi. Darrov o'sha kirmir patologga yozdirib oluvdim. Taroqqa o'xshagan narsa, qancha oldin? O'sha o'tgan yil shu paytda yozdim. 30 ga chiqqanimda. O'shanda ham. Hozir yana 30 ga chiqib birinchi shu ishim bo'lsin deb bugundan olib keldimda. Ko'payayotganiga. Ko'payib ketyapti. National Enures kana bir nechta sabablari bor. Eng ko'p uchraydiganlardan bittasi misol uchun spina bifida degan kasallik bo'ladi. Ya'ni homiladorlik paytida orqa miya kanalining to'liq yopilmay qolishi hisobiga orqa miyada bitishmay qolgan joy bo'ladi-da. Bu narsa suyaklanmay qolib ketib qoladi. Keyinchalik eng yengil asoratlardan bittasi axlat tolmaslik, sidib tolmaslik bo'lishi mumkin. Oyoqlarda parezgacha berib yuborishi mumkin, ya'ni oyoqlar ishlamay qolish darajasigacha bo'lishi mumkin. Bu Enuresga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi sabablardan bittasi bosh miyani chuqur uyquda qolib ketib qolishi, ya'ni uyquning chuqurligi. Bola chuqurroq uxlaydi-da, quvuq to'lganligi haqidagi informatsiya bosh miyaga uyg'ota olmaydi bolani. Informatsiya boradi orqa miyadan bosh miyaga, quvuqdan boradi через miya chuqur uyquda bo'ladi va uni uyg'ota olmaydi. Keyin iloji yo'q, quvuq to'lgandan keyin sip bo'lish holatlari bo'ladi. Bir necha marta bu narsa takrorlangandan keyin o'z-o'zidan avtomatik ravishda chiqib ketib qoladi. Neyda keyin quvuq bo'ladi. Ya'ni o'sha quvuqda o'zida impuls o'tkazuvchanligi sustligi hisobiga informatsiya to'liq yetib bormaydi-da bunday bosh miyaga. Chiqib ketib qoladi CDlar. CD yo'llar infeksiyasi bo'lishi mumkin, shamollash bo'lishi mumkin, sip qo'yishga sabab bo'lishi mumkin. Analizlarda lekin CDlaringiz yaxshi. Hozir tekshiruvlarda xo'p, CDlarimiz yaxshi chiqyapti, qonimiz nisbatan kamroq chiqyapti, quvuq sohalarida hech qanday muammo yo'q. Ya'ni o'tkazuvchanliklari yaxshi joyda, CDda yoki CD foyda qanaqadir buyurada shamollashlar yo'q. Demak, hozir bunda yo spina bifida ehtimolli yuqori, uyquni chuqur bo'lishi. Hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Lechena bir kurs lecheni boshlaymiz, dori-darmonlarni olamiz. Shular bilan birgalikda tekshiruvlarni ham davom ettirib ketamiz. Unga qarab turib bolani sekin-sekin ko'niktirib boramiz. Dori-darmonlarni yozib beraman, fizioterapiyalar, elektroforezlar olamiz. Plus bolani doimiy ravishda uyg'otib ketasiz. Kechqurun bilan soatli rejimni qilib uyg'otishni boshlaymiz. Ya'ni har 3 soatda, har 4 soatda bir xil vaqtda bolani uyg'otishni boshlaysiz. Betini yuvib uyg'otsangiz ham bo'laveradi. Rejim qilish kerak. 30 kunlik rejim bor. Har kuni bir xil vaqtda, har 3 soatda yoki har 4 soatda uyg'otasiz bolani. Kalit so'zlar berasiz, sehrli so'zlar aytasiz. O'sha narsani ertalab aytib berish kerak bola. Agar aytib bera olsa, bola uxlagandan turgan bo'ladi o'sha paytda, kechqurun. Uyg'ongan hisoblanadi. Agar o'sha narsani aytib bera olmasa, bola uxlagan hisoblanadi. Ya'ni uyg'onmagan hisoblanadi. Siz uyg'otsangiz ham. Bola uyqusiramasligi kerak-da, to'liq miya uyg'onishi kerak. Keyin borib siyib, yana kechqurun yotish kerak kechqurun.